Real Sanjik taxallusi bilan tanilgan Sanjar Karimovga oid sud ishi boshlandi. Kecha dastlabki sud majlisi bo'lib o'tdi. Sanjar Karimov o'ziga qo'yilgan ayblovlarning birortasiga iqror emasligini aytdi. Shundan so'ng jabrlanuvchi Feruza Rahmatullayevaning ko'rsatmalari tinglandi. Unga ko'ra Sanjar Karimov qo'ng'iroq qilib, o'g'li Shahzod Rismatov Olimboyevaning uyini garovga qo'ygan holda pul olganini aytgan hamda pulni qaytarish uchun bir hafta muhlat bergan. Bu paytda Shahzod Rismatov Dubayda bo'lgan. Sanjar Karimov o'g'limni 9 yilga qamatib yubordi. 700 ming dollarlik narsalarimizni o'rtoqlari bilan bo'lishib oldi, dedi Feruza Rahmatullayeva. Jabrlanuvchining aytishicha, o'g'li Shahzod Rismatov u pullarni ishlatib yubormagan, qandaydir shaxslar o'g'liga Dubayda biznes taklif qilishgan. Kriptovalyuta qilamiz, oyiga 30 ming dollarmi shunaqa pul kelib turadi deyishgan. Ular 500 ming dollarmi so'rashgan. Keyin u Sanjar Karimovdan pul olib beraman degan. O'g'lim 210 ming olgan. Sanjar Karimov ikkita mashinasini olib qo'yib, o'g'limni Ibrohim degan bolaga olib borib bergan. O'g'lim u pulni ishlatib yubormagan. Chunki ular pulni Dubayga o'tkazamiz deyishgan. Keyin o'g'lim bir hafta kutgan, 10 kun kutgan. Puldan darak bo'lmagandan keyin o'zi Dubayga borgan. Dubayda o'sha bolalarning qo'liga tushgan, dedi jabrlanuvchi. Navbatdagi sud majlisi 13 aprel kuni belgilandi. Unda yana bir jabrlanuvchi Shahlo Olimboyeva ko'rsatmalari tinglanadi. Eslatib o'tamiz, Sanjar Karimovga oid jinoyat ishi Jamila Olimboyevaning uyi aldov yo'li bilan tortib olinish ishi bilan bog'liq. Shahzod Rismatov ushbu ish doirasida firibgarlikda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi.